Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda to'y qilmoqchi bo'lgan fuqarolar xabardor bo'ling. Endilikda to'y qilish taqiqlandi. Yangi yilda yangi qonun. 2026-yildan O'zbekistonda barchasi o'zgardi. Barcha fuqarolar ushbu videorolikni ko'rishingiz shart. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklarni kuzatib borish uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib, erinmasdan bir dona like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Videoni mahalla va qarindoshlar guruhlariga ham tezda yuborib qo'ying. Bu xabar siz uchun va sizning atrofingizdagi yaqinlaringiz uchun ham muhim xabardir. Diqqat qiling, O'zbekistonda endilikda tog'a, amaki, xola va amakining qiziga uylanish taqiqlanmoqda. Nikoh yoshi to'g'risidagi qonunchilikni ham buzganlik uchun javobgarlik kuchaytirilishi rejalashtirilmoqda. Yangi qonun loyihasiga ko'ra, yaqin qarindoshlar o'rtasida nikoh tuzish taqiqlanadi. Shuningdek, nikoh yoshiga yetmagan shaxs bilan nikoh munosabatlariga kirishganlar uchun ham jarima miqdori oshirilib, majburiy jamoat ishlari yoki axloq tuzatish ishlari jazosi qo'llanilishi belgilanmoqda. Xabarni maksimal darajada tarqating, odamlar buni bilmay qolmasin, deyiladi xabarda.